Bu videoda sizlar bilan Akinda platformasining ichidagi My Portfolio bo'limini ko'rib chiqamiz. My Portfolio bo'limiga o'tamiz. Chap tomondagi sidebar orqali va bu yerda ko'rib turibsizki, portfoliomiz hali create bo'lmagan, ya'ni tuzilmagan. Bu yerda Connect Broker orqali ochishligimiz mumkin yoki Create Manual. Connect Broker orqali o'zimizni interaktiv brokersimizni yoki boshqa brokerlarni ulashlik uchun bizga obuna kerak bo'ladi. Buni undan keyingi videoda tushuntirib o'tgan bo'laman. Ya'ni qanday qilib brokerni ulashligingiz mumkinligi to'g'risida. Create Manualda esa biz o'zimiz qo'lni yasaymiz. Ya'ni bu aytaylik biz yasagan simulyatsiya portfel bo'ladi. Bu yerda Investing 2026. Ko'rib turganingizdek Investing 2026 degan portfelni yozdim va buni create tugmasini bosamiz. Mana bu yerda portfelimiz paydo bo'ldi va bu yerda mana add symbol yoki mana bu tepada yozishimiz mumkin. Add symbol Tesla aksiyasini va bu yerda bitta aksiyani sotib olishimiz mumkin, qo'shishligimiz mumkin. Va mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki, Tesla aksiyasi qo'shildi. Mana endi aksiyani qo'shishlik faqatgina mana shu o'ng tarafdan bo'ladi. Add symbol tugmasi bosilinadi va bu yerda mana Avgoni qo'shib olamiz. Va bu yerda endi 1, 100 yoki 10, 20 emas, balki 0.5 ham qo'shishligingiz mumkin. 0.1, 0.2, 0.3 bo'lgan holatda ham qo'shishligingiz mumkin. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkinki, ya'ni biz 0.5 holatda oldik. Umumiy portfelimizning qiymati shunda mana $625. Sababi mana bitta Tesla aksiyasining narxi 417, ikkinchisiniki $207 bo'ldi. Sababi biz $414lik aksiyani yarmini qo'shdik. Va hozirgi paytda bozor yopiqligi sababli bu yerda change 0 bo'lib turibdi. Target price buy holatda, hold holatda bunga turibdi va ikkalasi ham halal statusda va ularni rankinglarini ham ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni shu holatda bemalol biz aksiyalarni qo'shishligimiz mumkin. Portfelni nomini o'zgartirishligimiz mumkin. Mana bu joyda update qilib yozishligimiz mumkin. Mana bu o'ng tarafdagi portfelni o'chirib olishligimiz mumkin delete holatida. Yoki bo'lmasa mana bu joyda biz o'zimizni portfelimizni o'zimizni yaqinlarimizga, do'stlarimizga, kerak bo'lsa bizni kuzatuvchilarga ulashishligimiz mumkin. Mana shu tugma orqali bosilinadi va bu yerda ko'rib turganingizdek shareable link, ya'ni link hosil bo'ldi. Havola shuni copy qilib o'zimizni do'stlarimizga tashlab berishimiz mumkin. Mana shu portfelimizni ular ham bemalol kuzatib tura oladi. Zo'ra do'stlar. Va bu yerda yana bir narsa, mana bu delete tugmasi orqali aksiyalarni o'chirib olishimiz mumkin. Keling, misol uchun yana bitta aksiyani qo'shamiz, keyin o'chirib olamiz. HIMS aksiyasini yozdim va undan 3 dona qo'shib oldim. HIMS aksiyasi va mana endi buni o'chirib olishligimiz mumkin. Delete tugmasi bosilinadi va bu yerda mana delete qilinadigan bo'lsa, mana bu joyda o'chiriladi va bu yerda siz yana zo'r narsani ko'rishingiz mumkinki, siz o'zingiz sotib olgan aksiyalarni sektor bo'yicha qanaqa holatdaligini ham ko'rib turishligingiz mumkin. Industriyasi bo'yicha ham holatini bemalol kuzatishligingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, mana shu holatda siz bemalol Akinda platformasi orqali o'zingiz simulyatsiya holatida portfel yaratib, o'zingizga yoqqan aksiyalarni yig'ib olishligingiz mumkin bo'ladi. Bunda hech qanday sizdan broker ochishlik yoki pul talab qilinmaydi. Shunchaki o'zingizni xohlagan aksiyalarni to'plashligingiz mumkin bo'ladi. Agar haqiqiy broker akkauntingiz bo'lsa, uni boshqa videoda tushuntirganman. Ana shu videoni ko'ring. Unda qanday qilib interaktiv brokers yoki boshqa brokerlaringizni ulashingiz mumkinligi va ularning instruksiyalari tushuntirilgan. Bu videomiz mana shu joyda yakuniga yetadi va Akinda platformasini tanlaganinglar uchun kattakon rahmat. Boshqa videolarda yana boshqa bo'limlarni tushuntirib berganman.